Assalomu alaykum do'stlar. 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqdik. Ertaga 10-iyun O'zbekiston milliy terma jamoasi Qatar milliy terma jamoasini 18:45 da qabul qiladi. Qo'qon universiteti Andijon filialining asosiy binosi maydonida Siz aziz yoshlarni o'yinni ko'rishga taklif qilamiz. Bunaqasi Andijonda bo'lmagan. Qaranglar, manaqasiga 10 metr, bunaqasiga 4 metr ochiq osmon ostida maza qilib futbol ko'ramiz. Bu yerda nimalar bo'ladi aka? ertaga har bir kelgan tomoshabinga futbolkalar, bayroqlar tarqatiladi, mushakbozliklar, ajoyib shou, konsert dasturlari, xullas unutilmas oqshom bo'ladi. Xullas, ertaroqda 18:00larda Qo'qon universiteti Andijon filialiga kelaverasizlar. Ham konsert ko'ramiz, ham futbol ko'ramiz, hamma ichimliklar ichamiz, maza qilib yayraymiz. Xullas, jahon chempionatiga chiqqanimizni birga nishonlaymiz. Bunaqasi bo'lmagan. Kelaverasizlar jigarlar.